Mana shashlarimiz pishyapti. Davronbek ota oshxonasidan pokistonlik akalarimiz kelibdi, mehmon bo'lib ichkarida bir o'tiraylik deb. Ha, kelaverasizlar. Nomerlar tushuntirgan aeroportda oldi. Yo'q. Juda. Asli, bajarama. Hech puldami shashlar? Aka 13 ming 12 ming. G'ijvola 12 ming bo'la. Shaxsiylarimiz zo'raman ekan, akalar kelaverasizlar. Aka kvadrat metrga sotamiz. 35 ming. Xo'p, sizgacha aka. Qanaqa qilyapsiz? So'rang buyur. Yangi so'rang. Yura so'raymi? Azbek kelaverasiz shu yerga uka. Nohobdan qo'ying. Yurishga kiramiz. Bundan chiqadi. Mas'ul ham kerak. Bu bo'ladi. Oddiydan bir sotmayman akajon. Yana chay. Shuni qo'yamiz. Bo'ladimi akajon? Qanday qo'yar, ya? Nechta просмотр? 4 Belog muassischi. Aka nima bu? Bu nima bu? Nima? Nima bu? Qurtopmi bu? Suzuma. Endi qurtop qilaman. Men qurtop qilishimni ko'rsataman sizga, keling. Ro'yxatga qarang. Ma suzma bo'ladi. Bunday qurtop qilamiz menga. Buni ham video qilib turamiz. Mana asartib ishtekislarimiz tayyor bo'lyapti. Soat 10 dan 14 gacha bo'lyapti. Mana shu bolamiz, mana shu bolamiz. Shagir. Kelaverasizlar. Manzil aeroport ro'parasidagi Shermet ko'chaga bunday ketayotganlarda bunday bo'lib, o'ng qo'lni ko'rasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Xudo xolasa klientlarimiz keldi, mana mashinalarga sog'dalar. Bu andijonlik blogerlarimiz ham bormikin, biz ham pardashga qo'ramikin bu ovqatlarga bir. Pardashchilarimizga chiroyli qilib. Keling akaman. Andijonliklar pardashga qo'ramikin. Nima deyapti ovqatlarimiz mana bir ko'rib qo'yinglar mana. Mana asartilarimiz. Nima deyapti? Bu videoyim andijonlik bloger akalarimizga mana. Kelaverasizlar akalar, yoppasiga.